Mashinani orqasida kiyim turibdi. O'shani olib chiqdim. Ha, dazmol qilib chiqaymi? Sizni xizm bo'lib turmaydi. Tezlashgan ukam. Xo'p, bo'ladi. Xo'jayin, hozir 1 soatdan keyin hamkorlarimiz kelishar ekan. Keling shu yerga zo'r suvlarni, shikalatlarni taqilib tashlaydi-ya. Menga qara, asl erkaksan. Xingil urmagin, sal jiddiyroq bo'l. Erkak kishi jiddiy, mas'uliyatli bo'ladi. Masxarabozmisan? Aslida bunaqa odam emasman. Mana otamning yo'li. Onamlar bilan yolg'iz yashaymiz. Ustiga onam kasal. Sizni qo'lingizda ishlab, mehnatingizni qilib, onamni dorilarga pul bermoqchi. Lekin farzandingiz olamdan o'tgandan keyin ancha o'zgarib qolgansiz. Bir ikkita xodimlarni jahl ustida bo'shatib yubordingiz. Agar men bo'shasam, onamni dorilarga pul olaman. Haydab yubormang deb, kayfiyatingizni ko'tarish uchun kuldirib yuraman deb. Uzr ukam. Ana shunday. Bugundan oyligini ko'tarib beraman. Yo'q, shart emas. O'zi mehnatimga yarasha olaman. Faqat bo'shatib yubormasangiz bo'ldi. Tashlarini qilib qoling. Меня теряла, я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый